1999-yil 26-avgust kuni To'rtko'lda halokatga uchragan Yak-40 1973-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, O'zbekiston fuqaro aviatsiyasida 26 yil xizmat qilgan edi. O'sha kuni ertalab samolyot 4 nafar ekipaj a'zosi va 29 nafar yo'lovchi bilan Toshkent aeroportidan parvoz qiladi. To'rtko'l shahriga yetib borguncha Yak-40 da hech qanday texnik muammo kelib chiqmaydi. Samolyot To'rtko'l aeroportiga qo'nish chog'ida uchuvchilar uchish-qo'nish yo'lagiga tushishda xatolikka yo'l qo'yishadi. Ular aylanib olishda va tezlikni pasaytirishda mo'ljalni noto'g'ri olishadi. Oqibatda samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan o'tib, aeroport hududidan chiqib ketadi va qulab tushadi. Halokat oqibatida 2 nafar yo'lovchi halok bo'ladi. Yana bir necha yo'lovchi turli darajada tan jarohatlari oladi. Yak-40 yaroqsiz holga keladi. Hodisadan ko'p o'tmay To'rtko'l aeroporti ham o'z faoliyatini to'xtatadi.